Inflyatsiya rasman kamaydi. Ichki bozorlardagi qimmatchilik esa davom etmoqda. Markaziy bank 2025-yil sentyabr holatiga inflyatsiya ko'rsatkichlari bo'yicha tahliliy infografikani taqdim etdi. Garchi inflyatsiya rasman 8% gacha pasaygan bo'lsa-da, bozorda narxlar balandligicha qolmoqda. Umuman olganda, oziq-ovqat mahsulotlarining 68% narxi oshgan, 32% arzonlashgan. Nooziq ovqat mahsulotlarining 86% qimmatlashgan, 14% arzonlashgan. Xizmatlar sohasida esa 90% narxlar oshgan, 10% pasayish kuzatilgan. Agar mantiqan qaraydigan bo'lsak, inflyatsiyaning pasayishi narxlarning ham tushishiga qandaydir darajada bo'lsa ham ta'sir ko'rsatishi kerak. Chunki valyuta qadrsizlanishi kuchaygan paytda narxlar ham qimmatlashib bordi. Biroq Markaziy bankning ushbu hisobotidan ham ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda sog'lom iqtisoddan asar ham yo'q. Iqtisoddagi oddiy qonun-qoidalar ham ishlamay qo'ygan. Chunki yurtimiz iqtisodi deyarli to'liq monopollashtirilgan bo'lib, narxlarga na inflyatsiyaning pasayishi va na boshqa omillar ta'sir qila oladi. Masalan, butun dunyoda neft arzonlagan paytda ham O'zbekistonning anomal iqtisodida benzin yoqilg'isi faqat qimmatlashib bordi. Eng qizig'i, hukumat nega bunday mantiqqa teskari ishlar yuz berayotganini izohlashni xayoliga ham keltirib qo'ymadi. Bilib turib o'zini bilmaganga oldi. Aslida hammasi kundek ravshan, yurtimiz iqtisodi allaqachon soyadagi bir guruh monopolistlar qo'liga o'tib bo'lgan. Talab va taklif qanday bo'lishidan qat'iy nazar, narxni ham qachon va qancha miqdorda yetkazib berishni ham ular belgilaydi. Shuning uchun Markaziy bank yoki boshqa iqtisodiy tahliliy markazlar berayotgan ma'lumotlar yurtimizdagi real iqtisodiy holatni aks ettira olmaydi. Ayniqsa, xalqimizning real turmush darajasi haqidagi ishonarli ma'lumotlarni topish deyarli imkonsizligicha qolmoqda. Toki iqtisod to'g'ri va sog'lom asosga qurilmas ekan, ma'lumotlar va real voqelik o'rtasida mana shunday ulkan farqlar va soxtalik saqlanib qolaveradi. Sog'lom iqtisodni esa faqat islomdagi iqtisod nizomi asosida barpo qilish mumkin xolos. Islomning iqtisodiy nizomi tatbiq bo'lar ekan, monopoliya va qimmatchilikka to'la barham beriladi. Demak, islomni hayotga qaytarish o'z vojibi ekanini musulmon xalqimiz anglab yetishi va jiddiy intilishi lozim.